harakat qilishyapti shantaj qilishlikka. Ikki xil gap gapirdim ko'rgan bo'lsanglar. Agar 235 bo'yicha bu xotin haqli bo'lsa, qarshi taraf 10 yilgacha qamalsin, dedimmi yo'qmi? Ha, degan bo'lsam plus bosinglar. Dedimmi yo'qmi? Agar 235 bo'yicha bu xotin aytayotgan 235 bo'yicha ayb isbotlanmasa, bu xotin va bu xotinning gaplarini tarqatib yurgan blogerlar hammasi jinoiy javobgarlikka tortilsin. Aytdimmi yo'qmi ikkala tarafni? Aytdim. Bu xotin uni yo'q aytmadingiz, yolg'on gapiryapsiz deydi. Qanaqa gaplashaman bu xotin bilan men? Bu xotin bilan gaplashib bo'lmaydi do'stlar. Gaplashadigan bo'lsak, eri keladi, advokat kelsin. Aytyapman. Chaqirsin, o'tirib gaplashamiz. Gaplash erkakmisan deyapti. Gaplashyapmanmi erkak bo'lganim uchun? Gaplash erkak bo'lsang degan profilni qaranglar. Sabachka FKKDDKKHKZZ. Xunasa, sen o'zing erkak emassan, ayol emassan. Senga emas u.